Ikkinchi qizil kartochkani olganimizdan so'ng butun jamoada qandaydir tushkunlik vaziyat paydo bo'ldi. Men barchani ruhlantirishga harakat qildim, lekin buning hech qanday foydasi bo'lmadi. Shundan so'ng birinchi taym qushdaga yangradi va biz bir xonaga yig'ildik. Barcha futbolchilar jim va birdaniga mening telefonimga bir xabar keldi va bu xabar menga onamdan kelgan ekan. Hozir maydonda faqat 11 nafar futbolchi emassiz. Sizlarning ortingizda millionlab yuraklar turibdi. Sizlar ortingizda bolaligida chang ko'chalarda to'p tepib, bir kun kelib sizlar kabi bo'lishni orzu qilayotgan bolalar turibdi. Ha, bugun o'yinimiz o'xshamayapti. Ha, ba'zi qarorlar bizga qarshi chiqayotgandek tuyulyapti. Lekin chempionlar hamma narsa adolatli bo'lganida emas, hamma narsa ularga qarshi bo'lganida yaratiladi. Hisobga qaramang, xatolarga qaramang, tomoshabinlarning shovqiniga ham qaramang. Faqat bir narsani eslang. Siz bu yerga tasodifan kelmagansiz. Siz minglab mashg'ulotlar, og'riqlar, ko'z yoshli qurbonlar. Siz minglab mashg'ulotlar, og'riqlar, ko'z yoshlar, qurbonliklar orqali shu finalgacha yetib keldingiz. Onangizni siz uchun qilgan duolarini eslang. Otangiz siz bilan faxrlangan kunlarini eslang. Sizni televizor qarshisida kuzatayotgan kichkina ukangizni, singlingizni eslang. Ular hozir sizga ishonishmoqda. Agar bugun yiqilsangiz ham, butun dunyo sizning qanday kurashganingizni eslab qoladi. Shuning uchun maydonga qaytinglar va oxirgi soniyagacha jang qilinglar. Chunki ba'zan tarixni eng kuchlilarga emas, eng ko'p ishonadiganlar yozadi. Va bugun yuragingizni oxirgi kuchini ham berib kurashsangiz, natija har qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz allaqachon biz uchun qahramonsiz. Endi boshlaringizni ko'taring, ko'zlaringizdagi olovni qaytaring. Dunyo sizlarning taslim bo'lishingizni kuzatyapti.